Roligimiz va'da qilganimizdek reyestrdan chiqarish haqida bo'ladi. Ushbu videorolik reyestrda Rossiya Federatsiyasida barcha hujjatlar joyida bo'la turib, xatolik bilan reyestrga kirgan fuqarolar uchun bo'ladi. Xo'p, reyestrdan chiqarish uchun ikkita yo'li bor. Birinchisi mvd.rf sayti orqali Ichki ishlar vazirligiga bilgi berish. Ikkinchisi reyestrni Vizovый center bazasi bor, o'sha yerga zaявление jo'natish. Ikkita aytgan yo'limiz ham onlayn bo'ladi. Buning uchun bizlarga nima kerak bo'ladi? Birinchi kerak bo'ladigan narsa qo'lingizdagi barcha hujjatlar, pasport, registratsiya, migratsion karta, patentingiz va barcha to'lagan patentingizdagi cheklar. Eng asosiy kerak bo'ladigan narsalar. Birinchi yo'lga o'tamiz. Birinchi ko'rsatadigan yo'limiz. Birinchi variant. mvd.rf saytiga kirib olasiz. Video ostida linkda qoldirib ketaman. mvd.rf. Ozgina pastga tushirsangiz, Priom обращения degan bo'lim bor. Shuni bosasiz. Keyin sizga qaysi bo'limlarga degan nima chiqadi? Подразделение chiqadi. Shu yerdan pastga tushirib, Миграционная служба degan bo'lim bor. Главное управление по вопросам миграции. Shuni belgilaysiz va продолжить bosasiz. Bu yerda o'qib chiqish kerak bo'lgan informatsiyalar bor. O'qib chiqish shart emas. O'qib chiqdim deb belgini qo'yasiz va обращениeni bosasiz. Обращение bosganingizdan keyin siz qayerga yuborayotganingizni aniqlab olishingiz kerak. Bo'lsangiz, bu yerga Google'ga начальник УФМС Ленобласть deb yozsangiz, sizga chiqarib beradi. Дунаева Елена Владимировна, начальник полковник внутренней службы. Sizga qaysi viloyatga bo'lsangiz, o'sha viloyatni начальниga yozishni tavsiya qilaman, lekin siz Главное управление по вопросам миграции МВД Rossiya Federatsiyasi butun Rossiya Federatsiyasi bo'yicha boshlig'iga jo'natsangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q. Agar siz qaysi oblastda bo'lsangiz, o'sha oblastga yuborganingiz ma'qul. Chunki sizni zaявлениеңiz 2 ish kuni ichida ro'yxatga olinib va o'sha viloyatdagi boshqarmaga jo'natiladi. Biz nima qilamiz? Bu yerga yozasiz ism, familiya, отчествоni. Hozir aytganimizdek Dunaeva Yelena Vladimirovna. Bu yerga birinchi должность bo'ladi. Birinchi должность yoziladi bu yerga. Keyin bu yerga ism, familiya, отчествоsi yoziladi. Kimga jo'natayotganingizni. Viloyatga jo'natganingiz maqsadga muvofiq. Xo'p, kimga jo'natayotganimiz начальник полковник внутренней службы. Keyin siz bu yerga o'zingizni ism, familiya, отчествоңiz, masalan, Davron Xurshid o'g'li. Mana shunday yoki Xurshidovich, shunga qarab to'ldirsangiz bo'ladi. Va bu yerga siz o'zingizni mailingizni kiritishingiz kerak, chunki sizga javob xati keladi o'sha orqali. Masalan shunday. Keyin bu yerga telefon raqamimiz.
va qaysi oblastda ekaningiz. Leningrad oblast. Agar siz oldin ham shu haqida zaявleniya yozgan bo'lsangiz, bu yerga zaявleniyani kiritasiz, lekin siz birinchi marta bo'lgani uchun bu yerni bo'sh qoldirasiz. Va eng asosiy qism, bu yerga siz o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni yozib, siz haqiqatan ham Rossiya Federatsiyasida qonuniy kirganingiz, qaysi kun kirganingiz va barcha hujjatlaringiz joyida ekanligi, anglashilmovchilik sababli siz reyestrga tushib qolganingiz, bank kartalaringiz yopilib qolganligi haqida barcha tafsilotlarni yozishingiz kerak. Agar siz yozishda qiynalsangiz, yuridik tomonlama yordam kerak bo'lsa, ushbu videorolik ostida telefon raqam qoldiraman. Ushbu telefon raqam orqali WhatsAppga murojaat qilishingiz mumkin. Siz uchun qo'limizdan kelgancha to'ldirib beramiz. To'ldirib berishimiz mutlaqo tekin, faqat vaqtiga qarab oldindan uzr so'raymiz. Degan joyga hujjatlaringizni kiritishingiz kerak. Bu yerga pasport, aytib o'tganimdek, registratsiyangiz, migratsion kartangiz, patentingiz va barcha to'lagan cheklaringiz. Agar iloji bo'lsa, reyestrga kirganingizni mana bu yerga reyestr tekshirish degan joy bor. Mana shu orqali tekshirsangiz ham bo'ladi. Bu uchun alohida video qilib o'taman reyestrdan tekshirishni. Shu yerga tekshirib o'tib, haqiqatan ham reyestrga chiqqan bo'lsangiz, shu yerda reyestrga bor degan nima chiqadi. Shuni rasmga olib bu yerga qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Va отправить обращение bosasiz. Bu yerga kod keladi sizga одноразовый. Kodni terasiz va отправить обращение qilasiz. Отправить обращение qilganingizdan keyin sizga MVDdan проверка почта degan kod keladi. Xuddi mana shunaqa. Mana shunaqa kodni kiritasiz. Kodni kiritganingizdan keyin sizga keladi. Sizni zaявлениyangiz qabul qilindi. Mana bu kod orqali deydi va ana bu kod orqali tekshirib turasiz deb sizga nima keladi? Kod проверка status degan kod keladi va sizga link bo'ladi. Shu linkni bosgan vaqtingizda sizga aytadi, sizni обращениyangiz masalan qabul qilindi, 2 kundan keyin ro'yxatga olinadi deb. Biz bitta fuqaro uchun обращение qilgandik Murmansk viloyatiga va u fuqaroni reyestrdan chiqarganmiz. O'sha haqidagi bu kod tekshiruvi, uni ham video oxirida ko'rsatib o'taman. Mana Murmansk oblastiga jo'natilindi. Xo'p, siz buni jo'natganingizdan keyin sizga uzoqi 4-5 ish kunida sizga javob xati keladi. Javob xati qanday bo'ladi? Ответ на обращение deb shunaqa keladi. Bosgan vaqtingizga исключение qilinganligi haqida sizga reyestrdan sizga javob xati keladi o'sha Murmansk oblastidan. Va shu orqali siz o'sha reyestrdan chiqarilganingizni ko'rsangiz bo'ladi. Reyestrdan bo'lgan va reyestrdan chiqarilganligini skrinshotlarini videoning oxirida qo'yib ko'rsataman sizlarga. Ikkinchi yo'li qanday bo'ladi? Ikkinchi yo'li reyestr pvsmvd.ru degan mail bor. Bazaga to'g'ridan to'g'ri bog'langan mail, вызовый center o'sha bilan shug'ullanadi. O'sha yerga mail jo'natishingiz kerak. Men yozganman bitta fuqaro haqida. Временный registratsiyasini mana qo'yganman, migratsion kartasini qo'yganman, pasportini qo'yganman, patentini va chek. Martgacha to'langan edi, martgacha to'langan deb yozib qo'ydim. Va barcha skanlarni PDF formatga o'girib mail yozganman. Уважаемый сотрудник МВД России. Xuddi shunday batafsil o'zini bildirasiz tafsilotlaringizni. Undan keyin siz jo'natasiz reyestrga va sizga 2-3 kundan keyin sizga javob keladi. Bizga shunaqa javob kelgan. Исключение qilish uchun Murmansk oblastiga jo'natilindi, chunki bu fuqaro Murmansk viloyatida bo'lgan sababli, chunki Murmansk viloyatiga jo'natilindi. Ko'rib chiqiladi, agar sen tezroq chiqarishni xohlasang, Murmansk shahri ulitsa mana shu yerga borishni aytgan, qaysi ko'chaga borishligini aytgan. UFMSning adresi bu. O'sha yerga borib, barcha hujjatlaringni o'zing bilan ol. С собой необходимо иметь полный пакет документов на направление вам нам ранее. Oldin bizga jo'natgan barcha hujjatlaringni olib, shu adresga borishingni tavsiya qilamiz degan. Lekin bu to'g'ridan to'g'ri o'sha bazaga Murmansk viloyatiga jo'natadi. Bu fuqaroning hujjatlari to'g'rimi tekshirib berdi, chunki reyestr Ichki ishlar vazirligiga bog'langan. Hech qanday sizni вызовый center, patent qilib beradigan sentrlar chiqara olmaydi. Prosta bu pvsmvd.ru to'g'ridan to'g'ri o'sha bazaga bog'langanligi sababli faqat ularga bilgi beradi. Menga shunaqa xat keldi, shuni chiqarib ber degan ma'noda. Bu mutlaqo tekin, bepul. 5-6 kundan keyin sizga keladi javob, chiqarilding degan. Xuddi mana shunaqa MVDdan keladi. Chunki biz pvs.mvd ga yozganimiz sababli bizga
ikkita javob kelgan ketma-ket. Mana birinchisi bu, ikkinchisi bu. Birinchisi shu PVS MVD Murmanskka jo'natgan, o'shani javobi kelgan. Ikkinchisi biza MVDga to'g'ridan-to'g'ri обращение qilganimiz uchun o'shani javobi kelgan. O'shuning uchun bizga ikkita javob bor. Xullas bu fuqaroni chiqarganmiz, o'sha patent oldi, ishlayapti. Mailga jo'natib o'tganimiz Murmanskda ishlayotgan fuqaromiz haqidagi ma'lumotlar reyestrda oldin bo'lganligi va reyestrdan keyin chiqqani haqidagi ekran skrinshotlari.